Holat joriy yilning aprel oyida mazkur Buxoro shahridagi 34-umumta'lim maktabda sodir bo'lgan va ma'lum bo'lishicha, mazkur maktabning boshlang'ich sinfida tahsil oluvchi bolaning otasi farzandini kaltaklanganini eshitgan zahoti ushbu maktabga, bola o'quvchi sinfxonasiga darg'azab holatda kirib kelgan va bolaning sinfdoshlarini do'pposlay ketgan. Hamma bexabar, hech kim bilmaydi. Hamma o'zini sinfida dars o'tyapti. Boshlang'ich sinflarda biz ba'zi kunlar bir-birimizni ko'rmaymiz. Chunki hamma o'zini sinfdan chiqmaymiz. Bizlar rahbarlar ham o'zini ishi bilan ogohlantirish to'g'ri kirib kelib urib ketyapti bolani. Voqea aynan maktabning mazkur 4-B sinfida sodir bo'lgan va holat ushbu sinfxonasida mavjud bo'lgan video kuzatuv kamerasiga muhrlangan. Ushbu yozuvlar esa oradan biroz vaqt o'tib, o'quv yili yakunlanganiga qaramasdan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Ko'plar otaning vahshiy harakatlarini qoralayotgan bo'lsa, ba'zilar ushbu holatga befarqlarcha turib kuzatib turgan o'qituvchilar xatti-harakatlarini qoralamoqda. O'qituvchi qanaqadir tushkunlik holatga tushib qolgandan keyin vaziyat bo'lib qolgan, o'zi bilmay qolgan. Chunki o'ta hamma vaqt bir qanaqadir yaxshi gap bilan kelganda u maktabda. Tezda o'sha vaqtning o'zida ichki ishlarga murojaat qilib, sud tergov jarayonlari bo'ldi, ana kechagina sud bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda jamoatchilik otaning noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan juda yengil jazo qo'llanilganligini bildirmoqda. Sudning hal qiluv qaroriga ko'ra esa shaxsga nisbatan jazo tayinlashda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 29-moddasi 2-qismi qo'llanilib, bolasini yakka o'zi tarbiyalayotgani inobatga olinib, ma'muriy qamoqqa olish chorasi o'rniga unga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi sanksiyasi doirasida jarima jazosi tayinlanishini lozim topgan. Xalqda bir so'z bor. Bola bolaligi bilan go'zal. U tengdoshlari bilan o'ynaydi, sho'xliklar qiladi, tortishadi va kezi kelganda bir pasdan so'ng esa esdan chiqarib yana do'stlashib ketadi. Bunday holatlarga esa kattalarning aralashuvi mutlaqo noto'g'ri. Aks holda bu yana ham katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki har kimga o'z bolasi azizda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.